Ustabas, shogird, usta mana bu yerda o'tiribdi, suvlaychi. Главный ustaman. 300 minggacha imekaga pul beryaptilar. Bu bola mashinnik emas, sizlarni aldab kredit olmaydi, pasportlaringga. Bu kredit ham bo'lsa, pechat bosilgan bo'lsa, pul berasiz. Pul beramiz. Zagram pasportlariga pul beramiz. Faqat qonun qoidasi iyul oyidan 19-dekabr oyigacha kirdi chiqdi qilib, undan keyin O'zbekistondan chiqmagan bo'lishi kerak. Bizga kerak bo'ladi faqat bitta Zagram pasportlari kerak bo'ladi o'zlari bilan, yo bo'lmasam pasportlarining rasmlari bo'lsa bitadi. E'tibor uchun aytaman, hech qanaqa kredit yo nomaqbul ish qilinmaydi odamlar. Zagram pasportga kreditdan biron narsa olsa ham bo'lmaydi. Shuni to'g'ri tushuninglar. Kredit olish uchun o'zi borish kerak. Bu bola prosta asha pechat kirdi chiqdi pechatlarga pul beradi, imeka qilishadi telefonga. U hamma bilib bo'ldi buni. Noqonuniy bo'lganda voqacha ukaxonda hozir latokka kallasini qadagan bo'lishardi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Melisa kelib. Hozir qonuniyligi uchun ko'ryapsizlar, откровение bo'lyapti. 150 mingdan 300 minggacha pul berarlar. Aytganlaridagi uyingizga borishlari ham mumkin. Nomer qoldiryapman, samigilarni telefon qilinglar. Prosta tak kirdi chiqdi pechatingiz bo'lsa 300 minggacha pulni qilib xarajat qilib yeysizlar. Lokatsiya. Lokatsiyamiz Marg'ilonda sentrida Makro bor, mana ko'rib turibsizlar. Makroda pastida, birinchi etajda biz. Mana ustalikon ofisida turibmiz. Bemalol mana shu bola qancha nima dardlaring bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Mana shu imeka qilaman degan do'stingiz bo'lsa jo'natib qo'yasizlar.